Mana aziz o'quvchilar, ustoz ko'makchi metodik markazi tomonidan ishlab chiqilgan mana bunday 4 ta qismli kitobni ishlayapsizlar, to'g'rimi? Nechinchi qismni ishlayapsizlar hozir? Sizlarga kitobimiz yoqdimi? Har doim o'quvchilarning savol-javoblar asosida aniqlab, mana bunday kichik hadyalarimizni ulashardik. Bu safar o'quvchilarni eng yaxshi, ya'ni kitobimizni eng yaxshi to'ldirgan 3 ta o'quvchiga mana shunday hadyalarni taqdim qilamiz va o'sha 3 ta tanlangan o'quvchidan 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinlarni aniqlaymiz. Kelishdikmi? Mana ustozimiz yordamida eng zo'r to'ldirgan 3 ta o'quvchini tanlab oldik. Ustoz, nima uchun bu o'quvchilarni tanladik? Bu o'quvchilarimiz o'zlari matematikaga juda ham qiziqishadi. Ular men aytmasam ham hali mana shu darsni masalan 17-darsni tugaguncha ishlang desam, bular 20-22 darslarni ham ishlab, aytmasimdan oldin tezroq tugatib, xatosiz va tushunarli yozib, alohida e'tibor bilan ishlaganlar uchun shu o'quvchilarni tanladik. O'quvchilarni tabriklaymiz. Mana shu 3 ta o'quvchimiz eng yaxshi to'ldirgan, eng faol kitobimizdan foydalanganliklari uchun mana bunday 3 ta kitob bilan taqdirlaymiz. Yoki nima deb o'ylaysizlar? Kitobning o'rniga pul bersakmikan? Kitob bergan yaxshi? Malades. Pul solib qo'yamiz. Agar pul tanlaganlaringda pul beradi. Bu o'quvchilarimiz ichida Xiso olimpiadasiga qatnashib, har doim o'rinlarni egallab keladigan o'quvchimiz bor. Sevaraxon, medallari ham bor. Tabriklaymiz. Agar ko'ramiz desangiz, oyda shkafda qo'yibman. Haftada 2 haftada bir marta bo'ladigan har imtihonda qatnashib, shu o'quvchimiz demak olimpiadalarda ham zo'r natijalar ko'rsatadi. Ustoz, nima deb o'ylaysiz? Mana shu o'quvchiga birinchi o'rinni bersak nima deysiz? Haqlimi? Endi ikkinchi o'rinni kimga beramiz? Ikkinchi o'ringa Mirziyani beramiz. Demak, ikkinchi o'rinni Mirziyoga beramiz, uchinchi o'rinni bu qizimizga beramiz. O'rinlar haqli bo'ldimi? Nima deb o'ylaysizlar o'quvchilar? Hammasi haqli bo'ldi-ya. Demak, 3-o'rinni bilan taqdirlaymiz. Kamolaxon. O'qimaganmiz bu kitobni? Xo'p, 2-o'ringa 3 og'iz o'git kitobini 2-o'ringa taqdim qilamiz. Xo'p, 1-o'ringa mana tarbiya kitobi. 7 yoshdan 70 yoshgacha hamma o'rganish kerak bo'lgan eng yaxshi kitoblardan biri tarbiya kitobini birinchi o'rin qizimizga sovg'a qilamiz. O'quvchilar, sizlarga juda ham katta rahmat. Kelajakda yaxshi, eng zo'r matematiklar bo'lib chiqishingizni tilab qolamiz. Rahmat o'quvchilar.